eng ajibi, eng go'zali azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalomni, sahobalarni, tobiinlarni, hatto tabi'a tobiinlarni ham ko'rmasdan Allohning borligiga, birligiga iymon keltirdik. Bu Allohning hidoyati, bu Allohning katta marhamati. Bizlar ajdodlarimiz ila mo'min musulmon bo'lib dunyoga kelib hayot kechirib kelar ekanmiz. Bunga shukr qilib, mana shunday dinni vakili bo'lganligimiz uchun Allohga shukr aytishimiz kerak. Islom dinini Alloh bizga din o'laroq yuborar ekan, bu din eng oxirgi din ekanligi, qiyomatga qadar barqaror turishligi bilan birga islom dinini yuborishlikda oldiga juda katta bir maqsadlarni qo'ydi. Islomda yuborilganda 5 ta maqsad deydi bütün ulamolar. İnsanlarning hayotini saqlash, insonlarning aqlini saqlash, insonlarning naslini saqlash, insonlarning molini saqlash, insonlarning dinini saqlash. Mana shu 5 ta oliy maqsad. Mana shu 5 maqsadni bizga Alloh taolo oldimizga qo'yib, qiyomatgacha barqaror turadigan dinni va butun olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar alayhissalomni yubordi. 14 asr bo'libdiki, biz alhamdulillah mana shu din vakillari bo'lib kelyapmiz. Ba'zan inson baland tog'da yashasa, tog'ning salobatini, tog'ning balandligini o'zi bilmas ekan. Tog' tashqaridan uzoqdan qaraganda tog' juda ham baland ekan deyilar ekan. Biz ham mana shunday bir dinni vakili o'laroq va shuning bilan birga juda ham go'zal bir diyorda, baxtli, saodatli bir vatanda yashab, go'yo mana shu tog'ning tepasida turibmiz-u, tog'ning salobatini, uning go'zalligini ba'zan unutib qo'yamiz.